Assalomu alaykum. Bugungi videoyim qaynatmasdan tayyorlanadigan hamma vitaminlarni o'zida saqlab qoladigan malinadan murabbo bo'ladi. Ayni hozirgi salqin kunlarda issiq choylar bilan ichadigan vareniyani birgalikda tayyorlaymiz. Videoga bitta layk bosib, kuzatishda davom etamiz. Yangi terilgan kuzgi malinadan foydalandim. Bularni dushlakka solib, ustidan sovuq suv quyib chayib olamiz. Yaxshilab suvlaridan toza ajratib olganimizdan keyin tog'oraga sovolib, ustiga shakar soldim. Malina izi miqdoriga qarab, shakarni ham xuddi shu miqdorda solamiz. Manda tog'orada 4 kilogramm malina, ustiga 4 kilo shakar soldim. Idishni yaxshilab silkitib olamiz. Tagigacha shakar tushadi. Men ikkita idishda tayyorladim. Bunisiga ham xuddi shunaqa qilib shakar sovolib, bularni 1 soatga qoldiramiz. Oradan 1 soat o'tganidan keyin malinalari yumshayib, aralashtirishimiz oson bo'ladi. Mana yaxshilab aralashtirib oldim. Shakarlari hali erimagan. Endi buni salqin joyga qo'yib qo'yamiz. Har yarim soatda aralashtirib turamiz shakarlari eriguncha. Men kuzda tayyorlaganim uchun xonani o'zi ham, hovlini o'zi ham salqin, hovliga qo'yib qo'ydim. Har o'tganimda aralashtirib turdim. Agar yozda tayyorlasangiz, xolodilnikka qo'yib qo'yasiz. Malina achimasligi uchun xolodilnikdan olib, har yarim soat, 1 soatda aralashtirib turasiz. Shakar bilan aralashtirganimizdan keyin 1 kun turadi. Har orada aralashtirib turamiz. Aytganimdek, masalan, men ertalab shakar bilan aralashtirib qo'ydim. Kechgacha turdi. Har orada aralashtirib turdim. Kechqurun bankalarga sovolaman. Murabbomiz tayyor. Mana kuni bilan shu idishda turdi. Shakarlari eridi. O'zi bilinadi shakarlari erigani. Endi bularni idishlarga sovolamiz. Uyingizda bor xohlagan idishlarga sovolishingizga bo'ladi, konteynerlarga solishingizga bo'ladi yoki yarim litrli baklashkalarga solsangiz ham bo'ladi. Usti qopqog'i yopiladigan xohlagan idishlaringizga sovolishingizga bo'ladi. Men yarim litrli, undan ham kichikroq bankalardan foydalandim. Bularni qaynoq suv bilan chayib olsak bo'ldi. Sterillash shart emas. Vareniyalarni sovolamiz. Qopqoqlarini ham qaynoq suv bilan chayib olib, yopib olamiz. Bu bankachalarni morozilkaga solaman men. Morozilkada yoriladi deb o'ylamang. Necha yildan beri xuddi shu usul bilan foydalanaman. Qanday yopgan bo'lsam, shunday turadi. Bankalar yorilmaydi, sinalgan usul. Miqdorida shakar ko'p bo'lgani uchun morozilkani ichida ham vareniyamiz qotib qolmaydi. Bemalol aralashtirishimizga bo'ladi. Ichidan olishimizga bo'ladi. Stolga qo'yganimizda ham achib qolmaydigan murabbo bo'ladi. Ko'rganingizdek, men bir yopsam ham ko'proq qilib yopib olaman shu vareniyadan. Chunki boshqa vareniyalar yeyilmaydi. Faqatgina shu malinadan vareniya tayyorlasam yeyiladi. Bolajonlarga xohlagan paytda qattiqlar bilan aralashtirib bersangiz, tabiiy yogurtga ham aylanadi. Ayniqsa shamollagan paytda issiq choylar bilan ichsangiz ham shamollashingizni oldini oladi. Albatta shu usulim bilan tayyorlab ko'ring. Har yili xuddi shu usul bilan foydalanaman. Sinalgan usul. Tayyorlab ko'rishingizni tavsiya qilaman. Endi bularni morozilkaga joylashtirib olaman. Hamma vitaminlarni o'zida saqlab qolgan murabbomiz tayyor. Bugungi videoyim sizga yoqqan bo'lsa, foydali bo'lgan bo'lsa, layk bosib, izohlaringizni kommentariyada yozib qoldiring. Videoni do'stlaringiz bilan ulashishni ham unutmang. Kanalimga obuna bo'lmagan bo'lsangiz, obuna bo'lib, videolarimni kuzatishda davom eting. Siz uchun eng ishonchli, eng original videolarni joylab boraman. Telegram kanalimga ham ulaning. Silkasini shu videoni tagida, opisaniyada yozib qoldiraman. E'tiboringiz uchun rahmat. Keyingi videolarda g'oyibona ko'rishguncha sog' omon bo'ling.